Uzgidromet jiddiy ogohlantirish bilan chiqdi. Barcha ehtiyot choralarini ko'rsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 gradus, kunduzi 26-28 gradus issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechga tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 gradus, kunduzi 20-25 gradus bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 gradus, kunduzi 27-32 gradus issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 gradus, kunduzi 24-29 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 gradus, kunduzi 32-37 gradus issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 gradus iliq, kunduzi 23-28 gradus iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel-qin, suv toshqinlari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 5 gradus, kunduzi 14-19 gradus iliq bo'ladi.